Так, запись bosh esdan chiqibdi. Hammaga assalomu alaykum. Tak, yangi rubrika. Donatorlarga qarshi o'ynaymiz. Donatorlarga qarshi divizionda qani bosamiz. Zapis bosh esdan chiqibdi. Mana endi hozir zapisni bosib oldim pauza bo'lgan paytida. Tak, Van Basten qaytaramiz. Kante, Rijkaard, tepaga pas beraman hozir собственно. Ketdi Griezmann. Tak. Давай Ruminiga. Ha, mayli. И угловой emaskan даже ушел bo'pti. Bo'ladi, tamom. 3300 sila. Ko'rdingiz, 3300 sila. Так. Divizionda hozir примерно shu 6000-7000 o'rindaman hozircha. Endi mana shunaqa katta silalar donatorlar tushaveradi endi. Boy bolalar, короче. Так, Rijkaard, Hojibovo, Mateus. Oppa, Hojibovo. Mana birinchi golni urdik. 16-minut. Hojibovo. Tak, Rijkaard. Hozir qani? O'ziga, Kantega. Griezmann. Hojibovo. O'tmadi. O'tganda bu ham gol edi. Kante davay. Oppa, mana ikkinchisi. To'g'risi e'tibor ham bermabman nechinchi o'rinda edi bu tushgan bola. Tak, lekin tushunarli, donator, sostav qattiq. Golni yeb oldik mana. 2-1. Ozgina chalib qoldik. Tak, нормальный. Mateus, Kante, Rodri, Rijkaard va u kishiga asta aylanishim kerak. Ana shu yoqqa eplab. Bo'lmadi. Tak, to'rtni boshlab beradi raqibimiz. Donatorjon. Tak, Makalele. Sostavni qarang, havas qiladigan sostav. Messining nechisi edi, qarang. Ayoldan ham qochib qoldi o'zi. Tak. Bizga mana Shmexel tushgan. Shmexelga bilmayman, yig'ib 10talik ochganimda tushuvdimi, точноsi esimda yo'q. Menda shu tilloga bosganlarimdan Shmexel bor, Son bor, Ruminingi bor. Birortasiga donat qilinmagan. Donatsiz, to есть account bez donat. Yo tillo yig'ilgan, bosilgan, yo shu bitta ikkitaga tushgan, yo 10talik bosilgan, o'shalarga tushganda. Account lekin to есть bez donat account. Nechi bo'ladi? 3200 nari borsa 30 da bo'ladi, 3230 da bo'ladi. Bu 3300 hozir mana bu account bizga raqibimiz. Tak, Kante, Rumininga deb berib qo'ydik yana. Aha. Zola, mana bu ham yaxshi o'yinchi, shuni ham zo'r o'ynatishadi. Tak, Kurtiti bor shekilli-da, Sokol bor shekilli, tepyapti. Tak, Shmexel qaytaramiz oldinga. Qani bratishkalar beh kelinglar deb. Krayni zashligimiz yo'q, mana shunaqa pas berishman, pasni yo'q hozircha. Pas beraverdim. Tak, Hojibovo, Griezmann orqaga keldi, Rijkaard, yana Griezmannni o'ziga, Hojibovo ofsaydga kirib ketdi o'sha. Qaytaraman Rijkaardga. Kante, orqada Rodri, Rumininga, Mateus, bitta. Молодец. Mana shu Rumininga bilan Hojibovo chiroyli duet qilib berishadi. Молодцы. Tak, raqibimiz o'yinni boshlaydi. Bilmayman nima qilmoqchi edi bu bola, lekin tefordi bir yo'la. Tak, Adriano, Lionel Messi. Опасно. Qattiq udardi. Молодец, Shmexel yana. Mana hozir qayerga pas bermoqchi edim, baribir oldirardim bunaqa pas bilan. Tak, Rumininga, ketdi Mateus. Bitta orqaga tashlab qo'yganman, ilojim yo'q, chunki sostavni ko'rib turibsizlar. Sostav it bo'lyapti deydi-ku haliga. Olov sostav, olov. Qattiq sostav чересчур. Griezmannmi? Молодец, o'yin tugadi. 3-1 yutib oldik. Donatorda boy bolani 3-1 ga yutdik. Yaxshi, yomon emas. Bizda rubrika o'zi shu. Statistikani ko'rdilaringiz. Yaxshi. Bola yaxshi, 37-o'rinda bo'lgan. 3302. Hamma bor mendan boshqa deydi-ku. Hammani yiqqan. Молодец. Zo'r sxema lekin. Boy bola anchagina 3302 sila.
Tak, qani boshlaymiz. Let's go. Qani bunisi qanaqa bo'ladi? Birinchi o'yinni ko'rdingizlar, 3-1 ga yutdik. Bu ikkinchisi boy bolaga qarshi, Donaterga qarshi. Tak. Kimda lishni puli bo'lsa, bu ham nima emas, ayb emas, bemalol donat qilib o'ynashi, то есть mumkin, hammani o'zini xohishi. Kimda lishni pul bo'lsa, конечно. Bizda lishni puli yo'q, shuning uchun bez donat tushganiga o'ynayotibmiz, yig'ib ochyapmiz, tushsa tushadi, tushmasa shu sxema bilan, shu sostav bilan o'ynayotibmiz. Oppa, опасный moment. Ruminiyaga ola olamizmi? Oldik. Tak. Birinchi gol ketdimi? Yes. 1-0. 1-0. 3-minut, 4-minut hisoblanadi. 4-minut 1-0 shot. Yaxshi. 3302 Silaga qarshi 1-0 va biz oldindamiz. Zanetning kartasi yaxshi, menga yoqadi. Rodri, молодец, Raykard to'pni nima bo'ldi? Ozmashetda. Ana shunaqa biraklaymanda. Oppa, varitamiz tekshirib ko'rdilar. Marcelo hammani olgan raqibim. Aytayapman, bizdan boshqa hamma bor raqibda. Snyder to'pni Raykard ololmadi, kontrol qila olmadi oxirigacha. Mateus zashtada yuribdi, udar beradi. Опасный. Shada offside bormidi? Bor ekan offside, ha? Offside bor ekan, yaxshi, offside bor ekan. Tak, Rodri tekinga tushgan. Hammasi tekinga tushgan. Bizda aytayapman, bedonat qilingan. То есть akkaunt bedonat. Опасный moment. Oppa, fintlar qilib qo'ydi bu kishi. Молодец. Zo'r fint. Belingam o'ziga qaytaraman. Hoji bobo ketdik. Belingam oxirigacha Hojiga. Молодец, tashlab beraman yana bitta. Mana. Bu ikkinchi gol, 40-minut, 41-minut ya'ni. Slab emas valla. Tak, Shevchenko. Shu yoqqa pas beradi. Ha, yopishga ulgurmadim faqat. Чересчур chiroyli gol. Sokol. Zo'r gol urdi, молодец. Delperoda bor Sokol, nimaga yopmadim? Ulgurmadim hamda. Statistikaga ko'rdingizlar? Elektorga 46. Tak, Messi, Sokol bu ham. Bu ham gol kiradimi deb o'yladim hozir lekin. Chekada kim bor? Zanetti. Конечно, Zanetti qo'riqlaydi bu yerda. O'ziga Brak to'p qo'ydi Sapernik. Raqibimiz to'p bilan zo'r chiqardi mana shu yerda. Men ham ko'rib turdim mana shuni lekin yopolmay qoldim. Yaxshi, Shmexel. Yaxshi. Buffon ishshi deydi-ku. Молодец, Shmexel. O'zi bilan yana bitta udar. Mana. Shot 3-1 63-minut. Donaterga qarshi 3302 Sila. Tak, pauzani bosdi, chiqib ketadimi, chiqib ketmaydimi? Yo'q, chiqib ketmaydi, sxema alishtiryapti. То есть zamin qilyapti. Yo sxema alishtiryapti, yo zamin qilyapti. Sxema alishmadi. Kimda alishtirdi? Bu hech kimda alishtirmadi-ku bu. Bilmadim nima qildi. Hech kimda alishtirmadi, вроде. Tak, ketdik dальше. Chiqib ketmadi. Saperning tex поражение oladi deb o'yladik. O'ylavdim, то есть o'ylavdimki tex поражение olib chiqib ketadi. Chiqib ketmadi. 3-1. Hech nima deb bo'lmay, comeback ham bo'lishi mumkin 3-1 da bunday qarasangiz. Tak, Raykard, Hoji bobo qaytaramiz Rodriga. Rodrini chiqarmaslik kerak iloji boricha. Chunki Rodri agar chiqib ketsa, bizning o'rnimiz bo'shab qoladi. Yaqinda Rodri o'ziga Xarosh kombinatsiya son hozir kirdi. 4-1. Xarosh son. Shot 4-1. Raqibimiz chiqish xohlamaydi baribir. Yo'q deyapti, men comeback qilaman deyapti. Tak, dальше. Mayli, comeback bo'lsa comeback. Tak, Van Buiten, Xarosh, молодец. Raykard, Mateus, Raykard, Mateus bilmasam endi qanday правильно bo'ladi, то есть. Tak, yaxshi. Hoji bobo qayrilib olamiz. Bitta udar двойной. Qanday? Mana shu qanday betiga deyapti-da bu. Mayli, 4-1 bar. 5-1 bo'lganda raqib chiqib ketardi-yo. Aniq chiqib ketardi 5-1 bo'lganda lekin.
Уже 4-1 ham chiqib ketish kerak. Endi bilmasam, endi oxirigacha o'ynab qo'yay deyapti. Endi comeback'ni ilojisi уже pastcha bo'lmasa kerak biz bilan. Tak, yaxshi. Sonda o'ziga shaydan bitta tashlab ko'raman. Slabый. Uzoqlik qildi-da ham. Uzoqlik qildi. Tak, Ziko bilan ololmadik. Snayder. Fint qilyapti Snayder. Молодец, zo'r o'tdi lekin. Tak, to'pni olamizmi bugun to'pni? Oho. Вратарь, конечно, Шмехель legenda просто. Так, zo'r. Shmexel tushgani ham lekin udachi bo'lganda haqiqatan omad bo'lgan Shmexel tushgani ham. Tak, yana Shmexel. Hoji bobo. Son ololmaydi to'pni. Son головой yo'qda. Umid qilmasak ham bo'la olishiga. Yana fint, yana Snayder, yana Kurtit yo'q, bo'lmadi. Shmexel bor bu yerda. Xarosh. Tak, shunday qilib, birinchi o'yinimiz 3-1, ikkinchi o'yinimiz 4-1. Tak, agar rubrika ma'qul kelgan bo'lsa, boybollarga qarshi, donatorlarga qarshi o'yinimiz. Bratlar, podpiska qilamiz, like bosamiz, kommentariya qoldiramiz. Sizlarga qanday shu donatorlarga qarshi o'yin? Fikrlaringizni bildirib ketasizlar kommentariyada. Tak, ko'rishguncha, hammaga xayr, hammaga omad, Alloh panohiga sizlar, bratlar.